Do'stlar, davom etamiz. Birinchi qiladigan ishimiz bu bizda kartochka yaratish. Kartochka yaratish uchun biz mana o'ng taraf burchagida tovar yaratish tugmasini bosamiz va bizani shu sahifaga tortib ketadi. Masalan, biz hozir yasamoqchi bo'lgan kartochka bu vanna uchun mana shunaqa polka, bu sotuvchimiz 500 tadan ko'p zakaz qilgan ekan. Mana shu kartochkani yasashni boshlaymiz. Birinchi bo'lib qiladigan ishimiz bu mahsulotni kategoriyasini, ya'ni toifasini belgilab olish. Bizning случайda bu uy uchun jihozlar, uy ro'zg'or bo'limlari, xo'jalik buyumlari, vanna uchun aksessuarlar, hop, tokchalar va javonlar. Bizga kerakli bo'lgan kategoriyani belgilaganimizdan keyin bizning qiladigan ishimiz bu tovarning nomini yozish. O'zbek tili va rus tilida. Bu narsada biz hozir srazu mana shu sotuvchini qo'ygan nomini yozib ketaveramiz o'zbek tilida va rus tilida. Sizlar bo'lsa o'zingizlarning mahsulotingizning nomini iloji boricha to'liq qilib yozishingiz kerak. Bu narsa mijoz qidirganda ключевой so'zlar bo'lishi kerak bu tovar nomini orasida. Bu narsaga juda ham katta ahamiyat berishinglarni aytib o'tib ketmoqchiman. Xo'p, keyingisi ishlab chiqarilgan mamlakat. Mamlakati bu Xitoy. Xo'p, Xitoyni kirgizganimizdan keyin tovar belgisi, ya'ni brendi. Brend bu, например, iPhone bo'lishi mumkin, Samsung bo'lishi mumkin. Agar siz mahsulotingiz brendi bo'ladigan bo'lsa, shu brendga kirib ketasiz. Bizda hozir brend mavjud emas va modeli ham также mavjud emas. Xo'p, keyingi bu garantiya. Garantiya juda ham mana shu kecha yoki o'tgan kunda chiqqan narsa, bu narsa hali chiqqaniga ko'p bo'lmadi. Bu joyga siz mahsulotingizga necha oy kafolat berishingizni yozib ketishingiz kerak bo'ladi. Biza kelaylik 3 oy kafolat berib ketaylik. Keyingisi mahsulot sharhi, ya'ni описанияsi. Bu ham xuddi shunaqa o'zbek tilida va rus tilida yoziladi. Bu narsada sizlar iloji boricha to'liq va rost ma'lumot qoldirishingiz kerak bo'ladi. Mijozda mahsulot zakaz qilayotganda mana shu описаниyaga qarab mahsulotinglarni zakaz qiladi. Hop, tavsif ikkita tilda yoziladi, o'zbek tili va rus tilida. Bu boya aytib o'tganimdek, ikkita o'zbek zabon va rus zabon foydalanuvchilar uchun yoziladi. Bu sotuvchimizda hop, tavsifi bor. Bu tavsifi o'zingizlarning mahsulotinglarni upakovkasida bo'lishi mumkin bu narsa yoki-da internetdan qarasanglar bo'ladi. Также men sizlarga yana bitta zo'r narsa aytib o'tib ketay. Mahsulot tavsifini yozib o'tganda har doim Wildberries, Ozon, ya'ni shu kabi katta marketplacelardan qarasanglar, raznoобразие ko'p bo'ladi. Iloji boricha to'liq, ma'noli va ishlatilgan so'z odamlar tushunadigan bo'lishini aytib o'tib ketmoqchiman. Bu narsa ham sizning mahsulotingizni sotib olishini juda ham katta bir koeffitsiyenti desak bo'ladi. Endi hozir men sizlarga tavsif bilan ishlashni o'rgatib o'tib ketmoqchiman. Bu narsada qaranglar. Полностью mana hamma narsani kattaroq qilsak bo'ladi. Undan ham katta qilsak bo'ladi. Biza hozir o'rtacha qilib qo'yaylik. Xo'p. Bu yerda bu harflarni masalan jирныйroq qilsa bo'ladi. Yoki-da sal yotqizilingan. Mana shu hamma narsasi shu yerdan qilinadi. Bu narsa qayerda ko'rsatiladi desanglar, mana shu biz olgan joyda mahsulotni описанияsi hammasi mana shu yerda ko'rsatiladi. Xo'p. Endi ko'pchilik bilmaydigan narsa video joylasa bo'ladimi, yo'qmi deydi ko'pchilik. Video joylasa bo'ladi, faqat bu videoni joylashni to'g'ri qo'yish kerak iloji boricha. Biz bu narsani qayerga qo'yamiz? Описаниyaning tepasida masalan shu mahsulot haqida videoni qidiramiz YouTubedan. Ko'p mahsulotlarni topsa bo'ladi. Endi men sizlarga hozir mana shu narsani ko'rsatib bermoqchiman. Birinchisi chiqib kelganiga kiramiz. Ahamiyat beringlar, bu videoni joylayotganda iloji boricha kачествоsi yaxshirog'ini, подробный tushuntirilganini, bez всяких ortiqcha so'zlarsiz ishlatilganini qo'yishinglarni maslahat beraman. Xo'p. Например, mana shuni story keldi. Bizning qiladigan ishimiz bu mana shu videoni ссылкасini kopировать qilib turib,
uzun market mana shu tavsifiga kirganda mana bu eng chetdagisini bosamiz va bizga kerakli bo'lgan ssilkani kirgizamiz. Qarabsizki, video tayyor. Bo'ldi. Bu narsani uncha qiyin joyi yo'q. Mijoz mana shu videoni ustiga bosgandan keyin to'g'ri shu videoni ko'radi va sizning mahsulotingizni sotib olish ehtimoli yanada oshadi. Yana shu mahsulotga rasmlar qo'ysa bo'ladi tagiga. Masalan, infografika bo'lishi mumkin, razmerlar haqidagi ma'lumot yoki-da endi biron bir rasmlari bo'lishi mumkin. Bizda hozir mana shu rasmni saqlanib chiqib turib, joylaymiz. Bu joylash uchun mana shu videoni yonidagi tugmani bosib, bizga kerakli bo'lgan rasmni qidiramiz va shu rasmni joylab qo'ysak bo'ladi. Mana rasm tayyor. Mana shu rasm chiqib keladi. Bu rasmni farqi soni qancha bo'lishi, bu narsani kачествоsi qanaqa bo'lishi, bu narsaga hech qanaqa cheklovlar yo'q. Lekin iloji boricha kачествоga e'tibor beringlar, sotayotgan narsalardan tortib, yozayotgan gapinglar, qo'yayotgan rasminglargacha. Xo'p, endi xuddi shu narsani o'zbek tilida yoki rus tilida o'girib, o'zbek tiliga ham o'girib olsak bo'ladi. Xuddi shunaqa qilib, yana men sizlarga aytib o'tib ketadigan narsam bu, например, siz mahsulotingizni yaxshi taraflarini sanab o'tib ketmoqchisiz. Deylik, mana shu mikrofon bo'lsa, bu mikrofonni sifatliligi, materiali nimadaligi, mana shu narsa haqida yozib ketadigan joyi bor. Masalan, mana shu dumaloq tochkalar bilan aytib ketsanglar bo'ladi. Deylik, качественный. И сразу enter bosgandan keyin dalish o'zi olib kirib ketaveradi. Ana nimadir deb yozsak, olib kirib ketaveradi takji. Xuddi shu narsani sonlar bilan qilingani ham bor. Mana shu narsa ham sizlarga ancha mahsulotinglarni boshqa sotuvchilarga qaraganda yuqoriroqga ko'tarishga yordam beradi. Keyingisi, bu o'zi mahsulotning rasmi. Mahsulotning rasmi 1080 ga 1440 formatda rasm joylaylar. Boshqacha formatda uzun market qabul qilmaydi. Mahsulotinglarning kartochkasini, tovaringlarni blokka solib qo'yadi. Mahsulotinglar blokda bo'lgandan keyin bu narsani chiqazishni yagona yo'li bu texpodдержкаga ID'larni yozasizlar. Mana shu tovarim blokda turibdi. Chiqarish uchun nima qilish kerak? Blokka tushish oldin sababini so'raylar. Sabablari juda ham ko'p bo'lishi mumkin. Rasmi to'g'ri kelmagan yoki-da perisort bo'lib ketib qolgan bo'lishi mumkin, ikki xil brend bo'lib qolgan bo'lishi mumkin. Ko'p bo'ladi bunaqa holatlar. Iloji boricha shunaqa xatoliklar qilmaslikka harakat qilinglar. Men sizlarga hozir tayyor rasm bilan ko'rsataman. Canva haqidagi videoda hamma narsa podrobniy tushuntirilgan. Qaysi rasm xatga qo'yiladi, qanaqa qilib bu rasmning formatini o'zgartirsa bo'ladi. Video bilan ishlash xuddi shunaqa. Formati 1080 ga 1440 eng glavniysi 10 megabaytdan oshishi kerak emas. Hop, 360 rasm. Mikrofonni oladigan bo'lsak, 360 gradusda olingan rasmi bo'lsa bo'ldi. Mana shu narsani joylasak bo'ladi. Keyingisi, mahsulotinglarni qisqa tavsifi. Bu qisqa tavsif juda ham ko'p ma'lumot shart emas. Bu yerda eng kerakli, eng glavniy, ya'ni mijozda o'ziga jalb qiladigan ma'lumotlar bo'lishi kerak. Bo'ldi. Bu yerda ortiqcha so'zlar nimadirlar kerak emas. Mahsulotingizni prosta chiroyli ta'riflab bering, odam tushunadigan tilda bo'ldi. Xo'p, keyingisi, deylik, mana men bu ko'ryapsizlar, bu yerda bunaqa tochkalarda chiqib turibdi. Bu narsa описаниеga yozilmaydi. Ko'pchilik mana shu narsani qidiradi. Ko'pchilikda mana shu narsada muammo bo'ladi yangi sotuvchilarda. Qanaqa qilib mana shunaqa qilib yozsak bo'ladi. Bu narsalar mahsulotinglarning xususiyati, ya'ni svoyстволari deydi. Mana shu joyiga yozishingiz kerak bo'ladi. Bu narsani men sizlarga hozir yaqqol misol qilib ko'rsatib beraman. Masalan, deylik, bu mana shu kirmoshina polka haqida qiladigan bo'lsak, xo'p, material haqida gaplashadigan bo'lsak, nержавеющий stal bo'ladigan bo'lsa, hop, material Xo'p, bundan oldin hech qanaqa men boya aytib o'tganimdek tochkalar qoldirmaysizlar. Shart emas. Shunday yozib ketaverasizlar, saytda o'zi sizlarga regeneratsiya qilib, tayyor qilib chiqazib beradi. Xuddi shu narsani o'zbek tiliga o'giramiz. Bo'ldi. O'zbek tiliga o'girdik. Bo'ldi. Bu narsa o'zbek tilida ham, rus tilida ham chiqib keladi. Qanaqa keyingilarini yozib ketaman desanglar, bitta yozganingizda уже сразу keyingilari
qo'shilib chiqib ketaveradi. Va oxirgi mahsulot kartochkasini yaratish bo'limidagi sizlarga o'rgatadigan narsam bu mahsulotni xarakteristikasi, ya'ni xususiyatlari. Deylik, siz biron bir kiyim sotib olsiz yokida mana mahsulotingizda 2-3 xil rangi bor. Bu narsada nima qilishingiz kerak? Shu xususiyatni qo'shayotganda kiyim razmerlari bormi? Любой deylik, mana shu sichqonchani oladigan bo'lsak, oq rangi bor, qora rangi bor. Bu payt siz mana shu rang degan joyini topasiz va sizga kerakli bo'lgan ranglarni belgilaysiz. Masalan, mana shu kirmoshina polkani oladigan bo'lsak, oq va qora rangi bo'lsa, 2 xil rangni belgilaymiz va bo'ldi. Bu yerda mahsulotni biz skladga topshirganimizdan keyin UzMarket oqini alohida, qorasini alohida qilib rasmga oladi va mijoz zakaz qilganidan keyin именно o'sha zakaz qilgan rangi yetib boradi. Xo'p, bo'ldi. Hozircha shular. Yana qisqa qilib aytib o'tib ketaman. Razmerlari, ya'ni bu yerda yo'q xususiyatli bo'lishi mumkin. Oq va qora ranglarini qo'shsanglar, mijoz zakaz qilgandan keyin именно sizlar zakaz qilgan rangi, ya'ni именно o'sha mijoz zakaz qilgan rang sizning mahsulotingiz o'sha narsa to'liq yetib borishini ta'minlab beradigan narsa bu. Xo'p, va so'nggida aytib o'tib ketmoqchiman. Masalan, mikrofonni 2 xil turi bor. Bitta brend bir xil narsa, 2 xil turi bor. Mana shu 2 xilini sizlar ajratmoqchi bo'lsanglar, alohida qo'ymoqchi bo'lsanglar, sizlar mana bu yerda yangi xususiyat qo'shish deb yozasizlar-da. Deylik, balandrog'i, kattarog'i, kichkinarog'i deb yozsanglar bo'ladi. Kirmoshina polkadan oladigan bo'lsak, 3 qavatli yoki 2 qavatli deb yozsanglar bo'ladi. Masalan, bu yerga hozir yozamiz, biza qavat. Necha qavatligi. Rus tilida bu narsa yarus bo'ladi. Xo'p, yarus deb yozamiz va shu narsani saqlab qo'yamiz. Shuni ustiga bosgandan keyin sirazi qo'shib ketsak bo'ladi. Ya'ni 2 qavat yoki yana bir narsa esimga tushib qoldi. 2 qavat va 3 qavatni ikkitadan yozamiz. Bittasi o'zbek va rus tilida. Bu narsaning sababini o'zi menimcha o'zinglar ham bilib bo'ldinglar. Saqlab qo'yib bo'ldik va bo'ldi. Mahsulotni saqlasak bo'ladi, faqat bizda bu yerda bir xatolik bor. Mana shularni shunday yozib ketishimiz kerak. Va tak. Bo'ldi. Mahsulotni saqlab davom ettirsak bo'ladi. Xo'p. Davom ettirish tugmasini bosgandan keyin bizda o'sha SKU ni shakllantirish boshlanadi. Birinchi bizdagi SKU bu mahsulotning nomi. Bu SKU boya aytib o'tdim, do'kon ochayotganda nima bu? SKU sizni mahsulotlaringizni ombor ichidagi qisqa nomlari, 7 ta harf, son farqi yo'q. Nimadan yozsanglar bo'ldi. Glavniysi o'zingizlar bilib eslab qoladigan narsa qilib yozinglar. Mana shu SKUsini ko'rdinglarmi? O'sha mahsulotingizlar nimaligini bilishingiz kerak bo'ladi. Biz hozir bunga deylik kirmoshina polka, kir polka qilib qo'yamiz. Kir polk bo'ldi. Mana shu narsa o'zgartirib bo'lmaydi bu narsani. Bu narsani o'zgartirish bitta yo'li, yangi kartochka sozdать qilasizlar boshqa iloji yo'q. Xo'p, keyingi ikkinchi SKUlar bu uni qavati, ya'ni 2 qavatli polka bo'lishi mumkin, 3 qavatli. Bu narsani ajratadigan narsa mana yerda bo'ladi. Xo'p, bu yerga men ruschada yozaman. Menga shunaqasi qulay. 2 ta yarus bilan 3 ta yarus qilib qo'ysak bo'ldi. Oson, tushunib olamiz. Men sizlarga bu SKUlar qayerda ko'rinadi, sizlar qaysi payt ishlatasizlar, hammasini aytib o'tib ketaman. Xo'p, keyingisi IKPU. O'zbek tilida MXIK bo'ladi. Bu mahsulotinglarni kodi налоговый inspeksiyaga bog'liqli narsa. tasnif.soliq.uz saytiga kirasizlar. Bu saytga kirganingizdan keyin butun mana shu sizlarning miyaligi nima mahsulot kelsa, hamma narsani o'sha MXIK kodini topsanglar bo'ladi, ya'ni IKPUsini. Xo'p, bizga hozir kerak bo'ladigan IKPU bu nikeldan qilingan mahsulotlar. Bu narsani biz kopировать qilib turib, mana shu MXIK kodlar degan joyga kirgizamiz va saqlab qo'yamiz. Har bittasiga alohidadan kirgizib chiqishimiz kerak bo'ladi. Xo'p. Bu narsani kirgizib qo'yib bo'ldik, bo'ldi. Bu narsa haqida unutinglar, bu muammo bo'lmaydi kelajakda bo'ldi. Faqat konkretni siz sotadigan mahsulotingizni nomini yozing. Bu narsa juda ham katta ahamiyatga ega. Masalan, hozir polka haqida yozib turib,
bu yoqda mikrofonni IKPO'sini yozib qo'ysak, bu bizga kelajakda muammo keltirishi mumkin. Hop, keyingi qiladigan ishimiz mahsulot narxini qo'yish. Mahsulotning narxini men sizlarga po sekretu deylik aytaman, har doim sal qimmatroq qo'yinglar. Nimaga? Ora-oralarda aksiyalar bo'ladi. Ana o'sha aksiyalarda qatnashish uchun sizda to'g'ri narx qo'yishingiz uchun, ya'ni siz o'zingiz ziyoniga qo'ya olmaysiz. Baribir pul tikib qo'ygansiz shu narsaga. Ana shuning uchun narxini sal qimmatroq qilib qo'yamiz. Qolgan narsalarini marketing haqidagi videoni ko'rsanglar, o'sha joyidan tushunib olasizlar. Biz hozir bu narsaga 500 ming so'm narx qo'yib qo'yaylik, kelinglar. 500 ming so'mdan narx qo'yib qo'ydik. Shu yerda o'zidan chegirma bersak bo'ladi, lekin bu chegirmaga tegmaydi. Men sizlarga hozir o'sha marketing haqidagi videoni ko'rganinglarda chegirma qaysi payt, qayerda va qanaqa qilib berilishini bilib olasizlar. Bo'ldi. Xo'p, bu mahsulotimizning komissiyasi 20% ekan, logistika 8 ming so'm va bizga qoladigan pul 392 ming so'm ekan. Xo'p, saqlash va davom ettirishni bosamiz. Xo'p, bu yerda uje mahsulotda xarakteristika, svoystvolari bu narsani shundoq olib, bu yerda hozir to'ldirishimiz kerak bo'lgan narsa yo'q. Masalan, siz kiyim-kechak sotsangiz, kiyim-kechagingizni materialini kirgizishingiz kerak. И так далее. Bu narsa har bitta mahsulotda har xil. Shuning uchun biz hech narsani belgilamaymiz. Agar sizlarda chiqadigan bo'lsa, masalan, o'zingizlarnikini kirgizib qo'yishingiz kerak bo'ladi. Deylik, men qo'yning HB material bo'lsa, o'sha HB degan bo'limi bo'ladi, shu joyini belgilab qo'yasizlar. Agar mabodo mana shu darslik bo'yicha bu joyini tushunmagan bo'lsanglar, bizani o'sha menejerga yozsanglar bo'ladi, hamma muammolarni hal qilib beradi. Xudo xolisa qo'ldan kelgancha yordam beramiz. Bo'ldi. Birinchi darslik tugadi.